Qarang, shu ro'para doktora klinika. Buni hamma bilsa kerak do'stlar. Juda ham yaxshi lokatsiyadamiz. 5 qavatli новостройка binoni 5-qavatdan 2 xonali 73 kvadrat maydonga ega kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiyani ko'rsatdim, juda ham yaxshi. Pastda mashina qo'yishga joylari, bolalar o'ynash maydonchasi mavjud. Doktora klinika, yonginizda Logos maktabi, yo'l bo'yidan 50 metrgina masofada joylashgan. Bu birinchi xonasi zal, ko'rishingiz mumkin. Kattagina, kvadraturasi kattagina bo'lgan 2 xonali kvartira. Bu yerdagi barcha narsalari qoldiriladi. Yumshoq mebel, mana bunaqa shkaflargacha va panoramli oynani ham ko'rdingiz, juda ham yaxshi holatda. Uy issiqpol bilan jihozlangan. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi koridor, qarang, balandgina va uzungina joylashgan. Va navbatdagisi bu yerda sanuzel joylashgan. Umuman ko'rishingiz mumkin, holatlar yaxshi holatda, kafellar qilingan. Bu yerda esa oshxona. Oshxona ham kattagina, duxkonturli kotellargacha o'rnatilgan. Bitovoy texnikalar chiqib ketadi, qolgan jihozlari qoldiriladi. Ko'rishingiz mumkin, o'tiradigan joylargacha qilib qo'yishgan. Va navbatdagisi esa ikkinchi xonasi, ya'ni yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona mebellari ham qoldiriladi. To'liq issiqpol qilingan, holatlari yaxshi holatda. Bu yerda qo'shimchasiga kattagina kladovkasi ham mavjud. Bu yerga ham ancha-muncha narsa sig'dirsangiz bo'ladi. 73 kvadrat maydonga ega kvartira. Narxiga keladigan bo'lsak, $36,000 baholanyapti egalar tomonidan. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashib boramiz.